Bu bola bizning urug'dan emas, deydi Sherali Jo'rayevning ukasi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bir necha yildan buyon xonanda Botir Qodirov O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevning o'g'li ekani haqida gaplar yuradi. Buni qarangki, bu gaplar Sherali Jo'rayev vafotidan keyin ham tinmadi. Shu bois Botir Qodirov onasining sha'ni, or-nomusi va o'zining qadr-qimmatini himoya qilish maqsadida otalik faktini belgilash uchun da'vo arizasi bilan sudga murojaat qilgan. Bildirilishicha, sud majlisida da'vogar vakilining ko'rsatmasi eshitilib, guvohlarni ishga jalb etish va qo'shimcha dalillarni talab qilib olish uchun ishni ko'rish may oyiga qoldirilgan. Abdurahmon Ergashev bir necha yil avval Botir Qodirov bilan birga amaki-jiyan ekanini aniqlash uchun DNK analizi topshirganligi haqida so'rab surishtirishni davom etgan. Halim Nurmatovning javobi: Men hech qanday DNK testiga bormaganman. Botir Qodirov bizga qarashli odam emas. Men aynan DNK test topshirganimni eslay olmayman. Lekin ko'zimni davolatamiz deb shifoxonaga olib borishgan. Ko'zimdan bir-ikki narsa oldi. Nimaga olganini bilmayman. Bu bola bizning urug'dan emas. Agar u bizning jiyanimiz bo'lganda, shuncha vaqtdan beri bir marta ham xabar olmasmidi? Bizda otang bor uyning tomiga chiqmadigan qonun-qoida bor. Bir paytlar biz Botir Qodirovni juda yaxshi ko'rib yurardik. Agar Sherali Jo'rayev uning otasi bo'lganida, hozirgi gaplar bo'lmasdi. Hamma Sher akani yomonlayapti. U ham qarshi tomonda qo'shilib gapirmoqda. Kim otasini yomonlasa, indamay qo'shiladi. Demak, uning otasi emas. Demak, u mol-dunyogami nimagadir intilib, otam deyapti. Unga ota ham kerak emas. Bundan 30 yillar oldin Andijondagi to'yda Botir Qodirov Sherali Jo'rayevning o'g'li ekanini aytgansiz. Yo'q, men unday demaganman. Andijonliklar shunday deb yurar edi. Siz Sherali Jo'rayevning ukasi sifatida Sheraliyevich Botir Qodirovni haqiqatan ham akangizning o'g'li ekanligiga guvohlik berasizmi? Yo'q, uning o'g'li emas, Sher aka, u mening o'g'lim emas, bu haromidan bo'lgan bu, degan videosi ham bor kerak bo'lsa. O'shanda biz ham Sherali Jo'rayev bilan birga to'yda xizmatda edik. Sherali Jo'rayev tan olmasa, men qanday uning o'g'li deya olaman? Men Botir Qodirovni 5 yoshida ko'rganman. Uning xolasi bor, o'sha bilan birga ko'rganman. Agar Sherali Jo'rayev butun olamga bu mening o'g'lim emas deb aytmaganida edi, Sher akaning o'g'li ekan degan bo'lar edik. Agar o'sha vaqtlarda odamlar orasida bu Sherali Jo'rayevning o'g'li degan gap bo'lmaganda, Sher akaning nomi bo'lmaganida, bu bola mashhur ham bo'lmas edi. Aqli bo'lganida sudma-sud yurmasdan qo'shiq aytib yuraverish kerak edi, deydi Sherali Jo'rayevning ukasi.